Abduxoliq korxona iqtisod sayilisiga kelganimizni qarshi olamiz. Yaxshimisilar do'stlar? Bugun ko'pchilikni Walmart bozoriga boshlab kirib, o'zgacha madaniyat sehriy kuchini his qildiramiz. Walmartning korxona madaniyatidagi maxfiyatlik. Walmart turli malachalik shirkati Sam Walton tashabbus qilgan prinsip bo'yicha qurilgan. Bu prinsiplar xizmatdoshlarining har kunlik jafoli xizmati va mehmon kutish mulozimatiga gavdalanib, Walmartning o'zgacha korxona madaniyatiga aylanib, Walmartni texnik kuchlik raqobat kuchiga ega qilgan. Walmart turli malachalik shirkati tuvandagi asosiy e'tiqodni yetakchi qilgan. Ya'ni xaridorlar mulozimati. Xaridorlarga mulozimat qilish bizning eng muhim xizmatimiz. Xaridor degan xo'jayin. Walmart shirkati xaridorlarga Walmart zanjirsimon do'koni va Sam a'zo magazinda mol sotib olishning bir xil yoqimli, ko'ngilli kechirmish ekanligini his qildirdi. 3 metr oraliqdan kulimsirash prinsipi xizmatchilar o'zi uchrashgan har bir xaridordan ahvol so'rash, rozi bo'lishga kapolat qilishni iborat qaytirish, almashtirish siyosati xaridorlarni Walmart zanjirsimon do'koni va Sam a'zo do'kondan xotirjam mol sotib olish imkoniyatiga ega qiladi. O'zni qo'llaydigan xizmatchilar bo'lganda, ular xaridorlarga eng yaxshi mulozimat qila oladi. Undan boshqa shaxsga hurmat qilish. Har bir xizmatchining fikriga hurmat qilib, har bir xizmatchining tuhfasiga ahamiyat berib va uni e'tirof qilib, direktorlar chakar rahbari deb qarilib, tarbiyalash, taqdirlash va ijobiy qaytma inkas fikri orqali yangi xizmatchining o'zini tonishi, yoshirin iqtidorini qezishiga yordam beradi. Ishchi xizmatchining inkasini anglash, uchurlardan o'rtoq bahramon bo'lish shaklida fikr almashtirib, ochiq boshqarish falsafasini qo'llanib, ochiq kayfiyat ishida xizmatchilarni ko'proq savol so'rashga, shirkatga ko'proq ko'ngil bo'lishga rag'batlantirildi. Undan boshqa uchinchidan qaltis bo'lishga intilish. Dadil yangilik yaratib, yangi xizmat usulini sinab, sijil o'stirishga ahamiyat berdi. Ulug'vor g'oyani amalga oshirish uchun o'lgi tiklaydi. Kollektivizmni ruhini joriy qildirib, o'zaro yordam berib, qo'llash ustida izlanadi. Walmart zanjirsimon do'koni va Sam a'zo magazindagi xizmatchilar xaridorlarni rozi qilish mas'uliyatini o'rtoq ado qiladi. Xizmatchilar har kuni tijorat boshlashdan burun yig'ilib, Walmart shuarini to'g'lab, oldingi kundagi sotish ahvolini tekshirib, shu kundagi nishonini muzokara qiladi. Kun o'ltirish prinsipi bo'yicha xizmatdoshlardan shu kuni o'tirib qo'yilgan masalalarga cho'qim shu kuni javob berishni talab qiladi. Uningdan sir to'rtinchidan samimiy ish qilish. Samimiy bo'lish, rost gap qilish, va'dasida turishni tashabbus qiladi. Ishchi xizmatchilar, ta'minlash savdogarlari va har qaysi manfaatlarga aloqador taraflardan oshkora odil bo'lish talab qilinadi. Obyektiv holatni saqlash, Walmartning manfaatini barliq tadbir belgilashning chiqish nuqtasi qilish, barliq tijorat faoliyati qonunli bo'lishi hamda shirkat siyosatining talbiga uyg'un bo'lishini talab qiladi. Uningdan boshqa yana shirkat madaniyati to'g'risidagi hikoya. Birinchi, kun o'ltirish prinsipi. Bir yakshanba kuni atganda Arkansas shtati Harrison Walmart magazinining do'rgiri Jeff do'kondan kelgan telefonni topshirib oldi. Bir xizmatdosh uningga bir xaridorning diabet bemori ekanligini, ehtiyoslikdan uning insulinni axlat sandiqiga tashlab bir taraf qilib o'tganligini aytgan. Jeff diabet bemorining agar insulin bo'lmasa hayoti xavf yetadiganligini biladi. Shunga u darhol do'konga kelib dorixonani ochib, bu xaridorga insulinni bergan. Bu faqat Walmart do'konining amal qiladigan kun petish prinsipining nurg'un misoli va usullarining biri. Walmartning xizmatchilari kun petish prinsipiga qattiq rioya qiladi. Bu oldirash joyda ko'pchilikning xizmati o'zaro bog'lanishli bo'lib, shu kundagi ishni shu kun tamomlash, ya'ni kun o'ltirishdan burun tamomlash Walmartlarning ish qilish o'lchami. Ikkinchi, xaridorlarning kutganidan ortiqroq mulozimat qilish. Walmart
har kuni nurg'un xaridorlardan kelgan xatlarni topshirib elib, xizmatchilarning ko'zga ko'ringan mulozimatlarini taqdirlaydi. Ilgari Sam Walton mundoq degan: "Biz eng do'stona xizmatchiga aylanib, So'd saroyimizga qadam tashrif qilgan har bir xaridorga illiq tabassumimiz va yordamimizni taqdim qilishimiz lozim. Xaridorlarni texmi yaxshi mulozimat bilan ta'minlash, xaridorlarning umididan olqish bizning nishonimiz. Bizning bunday qilmaslikqa asosimiz yo'q. Bizning xizmatchilarimiz shundoq qaltis, astoydil va ishlarni atrofli qila oladi. Ular dunyodagi har qanday bir parcha setish shirkatiga qaraganda texmi yaxshi qila oladi." 3. 3 metr oraliqda kulimsirash prinsipi. Walmartning xaridorlarga mulozimat qilishdagi sirlarining biri 3 metr oraliqda kulimsirash prinsipidir. Uni Walmart turli mollar chekish shirkatining qurg'uvchisi Sam Walton apandi tashabbus qilgan. U har bir xizmatchini uning bilan birlikda xaridorlarga yaxshi mulozimat qilishga kafolat qilishga ilhomlantirib mundoq deydi: "Masalan, har qitim 3 metr oraliqda bir xaridorni uchratganda, uning ko'ziga qarab turib salomlashinglarni, shuning bilan bir vaqtda uning uchun biror ish qilib bera oladiganliginglarga kafolat berishinglarni umid qilaman." Mana bu biz deyotgan 3 metrlik kulimsirash prinsipi. 4. Har kuni taksi baho bo'lish. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Sam Walton apandi o'zini partiyasish kasbiga beg'ishlamoqchi bo'lgan. Ya'ni tovar bahosini to'valtish orqali setishni ilgari surib, yuqori bahoda sotganda qaraganda ko'proq yuqori foydaga erishishni o'tirib qo'ygan. Partiyasish tili bilan aytganda, tovarning bahosini to'valtib, setish miqdorini yuqori ko'targanda, eng oxirida texmi yuqori foydaga erishgili bo'ladi. Sam apandi bu baho falsafasida boshdan oxir ching turgan. 5. Walmart tantanasi. Walmart tantanasining kelish manbasi Walmart qurg'uvchisi Sam Walton Koreyadagi bir tennis top zavodini ekskursiya qilganda, zavodga ishlarning har kuni atganda bir yerga to'plashib tantana qiladiganligi, shundoqla gimnastika o'ynaydiganligini bayqagan. U bu xil usulni intayin yaxshi ko'rgan. Hamda qaytib kelib xizmatdoshlari bilan tang bahramon bo'lgan. U ilgari xizmatimiz shuncha jafoliq bo'lsa-mu, biz xizmat jarayonida ozoda, xo'shal yurishimiz kerak degan edi. Xayr do'stlar, bugungi mazmunimiz mush yergacha bo'ldi.